Bismillah, valhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taoloni go'zal ismlari va oliy sifatlari borasidagi suhbatimizni davom etamiz. Ma'rifatulloh darslari dedik, ya'ni Allohni tanitadigan ilm haqida. Allohni tanishlik bizni hayotimizdagi eng asosiy maqsad ekan. Ya'ni insoniyat mana shu uchun yaralgan. Payg'ambarlar ayni mana shu maqsadda yuborilgan. Kitoblar shuning uchun tushgan. Xosatan Qur'on Allohni tanitadigan kitob hisoblanadi. To'g'ridan to'g'ri Alloh taolo ism sifatlari orqali tanitadi. Alloh taoloning buyruq qaytariqlari orqali nimani yaxshi ko'radi-yu, nimani yomon ko'radi. Va qissalari orqali Alloh taoloning fe'li, ya'ni avvalgi qavmlarda kofirlar bilan qanday muomala qilgan va mo'min bandalari bilan, taqvodor bandalari bilan qanday muomala qiladi, ularga bo'lgan bashoratlarini bayon qiladi. Ya'ni umumiy aytganda Qur'on bizga Alloh subhanahu va taoloni tanitadi. Qur'on o'qishlikda asosiy maqsad demak o'zi Alloh tanish va xossatan Alloh taoloni yaxshiroq tanishimizga bizga yordam beradigan narsa Alloh taoloni ism sifatlari. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda marhamat qilib aytadilarki: "Inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah." Alloh taoloni 99 ta ismi bor, bir kam 100 ta. Kim ularni ihso qilsa jannatga kiradi. Ihso qilsa degani ularni sanab hisoblab chiqsa. Bu ismlarning ma'nolarini o'rganish. Har bitta ismi nima ma'noni bildiradi va nima ma'nolarga dalolat qiladi. Va mana shu ismlar bilan Allohga ibodat qilish. Eng asosiy nuqtasi mana shu. Qanday qilib biz Allohning ismlari bilan unga ibodat qilamiz? Mana shuni inshaalloh suhbatlarimiz davomida batafsil gaplashamiz. Alloh taoloning ma'rifati, ya'ni uni tanishlik ilmlarni asli va mana shu ilm asosida iymon hosil bo'lar ekanda. Shu ilm asosida inson amal qiladi, taqvo qiladi. Agar biz bir mo'min kishini mevali daraxtga o'xshatsak va uni xulqini va amallarini mevalarga o'xshatsak, bu daraxtning ildizi ma'rifatulloh bo'lar ekan. Ya'ni Allohni tanishlik. Ildiz qanchalik sog'lom bo'lsa va qanchalik baquvvat bo'lsa, daraxt shuncha meva beradi. Ya'ni biz agar qanchalik Allohni yaxshi tanisak, qanchalik unga qattiq bog'langan bo'lsak, shunchalik ko'p amal qilamiz va amallarimiz go'zal bo'ladi degan. Shirin bo'ladi deydi-ku meva. Allohni yomon taniydigan bo'lsak, yoki umuman tanimaydigan bo'lsak, daraxt meva bermaydi yoki chirigan meva beradi. Agar bizni qalbimizda bir muammolar bo'layotgan bo'lsa, kasalliklarimiz bo'lsa va amallarimizni sust bo'lsak, taqvo qilolmayotgan bo'lsak, iymonimiz susayib ketdi deyotgan bo'lsak, Allohni tanitadigan ilm bunga eng yaxshi davo bo'ladi. Kim Allohni tanisa, uni yaxshi ko'radi. Kim Allohni tanisa, undan qo'rqadi. Innama yaxshalloha min ibadihi ulama. Allohdan uni olim bo'lgan bandalarigina qo'rqadi deydi. Ya'ni buni tafsirida uni taniydigan deb keladi. Olimdan maqsad Allohni taniydigan kishilargina undan qo'rqadi deb keladi. Demak, bizani qalbimizda ana shu xoshiya hosil bo'lishi uchun, Allohdan taqvo qila olishligimiz uchun va umuman Allohni yaxshi ko'rishimiz uchun biz uni tanishimiz kerak ekan. Boshqacha yo'li yo'q ekan. Bu ilm bizga nihoyatda muhim degan. Va Allohning kitobi Qur'on Allohni tanitadigan kitob bu. Qur'onda bironta bet yo'qki, illa Alloh taoloni tanitadi u. Yoki ism sifatlari orqali tanitadi, yoki Alloh taoloning fe'li, koinotda qiladigan ishlari, Alloh taoloning buyruq qaytariqlarida, ya'ni nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi. Mana shularda Alloh taolo bizga o'zini tanitadi. Allohni tanigan kishi amal qiladi va unga intiladi. U bilan tezroq ko'rishgisi keladi. Masalan, bir davrada o'tirsakda, bir kishini siz ta'riflasangiz, juda ham bir yaxshi odam, nihoyatda rahimli, odamlarga yaxshiligi ko'p, xulqi go'zal, karim deb maqtasangiz bir kishini. Hali kishi kirib kelganda uni boshqacha kutib olasizda. U bilan bo'lgan muomalangiz o'zgaradi. Agar tanimasangiz, e'tibor ham bermaysiz. Bitta odam kelibdi-da deysiz bo'ldi.
Ya'ni inson kimnidir tanishi va tanimasligi katta bir narsani o'zgartiradi. Keyin qizig'i, inson Robbisini yaxshi ko'rib qolsa, o'tirsa ham, tursa ham, yonboshlasa ham u haqida ko'p o'ylaydigan bo'lib qoladi. Qur'onda o'shaning uchun keladi-da: "Allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim." Turganda ham, o'tirganda ham, yonboshlaganda ham Allohni ko'p zikr qiladi. Dunyoda bir ayol kishini yaxshi ko'rib qolsa bir yigit nima bo'ladi? Erta kech fikr xayoli shunda bo'lib qoladimi? Kechalari bedor. Haqiqatan Robbisini yaxshi ko'rgan banda kechalari bedor, qiyomul laylda turadi. Dunyoviy misolda ayol kishini yaxshi ko'rgan tomog'idan ovqat o'tmayapti deydi. Robbisini yaxshi ko'rgan kishi ro'zador bo'ladi kunduzlari. Robbisini yaxshi ko'rgan kishi uni ko'p zikr qiladi. Chunki o'zi muhabbat shuni taqozo qiladi-da, yaxshi ko'rganini ko'p eslaydi kishi. Kimning fikr xayoli nimada? Kimning maqsadi nima? Biz o'zimizga savol berib, bizni Robbimiz kim, ilohimiz kim bilib olsak bo'ladi. Hajjoj degan podsho o'tgan, o'shani bir odati bo'lgan ekan, shaharga tushib, odamlar orasida fikrlarini o'rganib yurar ekan. U zamonlarda televizor bo'lmaganligi uchun, gazeta bo'lmaganligi uchun aksar odamlar podshoni yuzini tanimagan. Ismini bilgan, yuzini tanimagan. Haligi bozorda yurib, bir kishini to'xtatib so'rabdi: "Hajjoj haqida nima deysan?" desa, Hajjoj fosiq, zolim podsho deb yomonlab ketibdi-da. Eshitib turib keyin "Meni kimligimni bilasan?" desa, "Seni qayerdan bilaman kimligingni?" "Men Hajjojman" debdi. Haligi kishi ko'z to'xtab qoldi keyin shu joyda. Keyin "Meni tanidingmi?" debdi keyin u ham. "Yo'q, seni tanimadim" desa, "Men shu bozorni tentagiman" debdi. Kuniga 2 marta tentagligim tutib qoladi, hozir birinchisi shunaqa bo'ldi. Ya'ni inson bir odamni tanimasdan oldin qanaqa muomala qiladi, tanigandan keyin qanaqa muomala qiladi. Tamomiy o'zgaradi-da. Ya'ni kimligini bilib qolgandan keyin. Shuning uchun agar biz Allohni taniydigan bo'lsak, u bilan muomalamiz o'zgaradi. Bizni ustimizda nazorat qilib turgan, bizni har bir amalimizni kuzatib turgan, har bir tilimizdan chiqayotgan so'zni eshitib turgan, qalbimizdan o'tayotgan sir asrorlarni bilib turadigan, xabardor bo'lgan Allohni tanisak, bizni amallarimiz o'zgaradi. Amallarimiz sifati o'zgaradi. Maqsad shu. Ya'ni Allohni tanishdan bo'lgan maqsad unga go'zal suratda ibodat qilishlik. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.